Ikki xonali panelli kvartiraning narxiga yangi ishlik domdan 4-qavatdan ikki xonali uyimiz bugun sotuvga chiqdi. Narxi 45.500 ga chiqaryapmiz. Joylashgan manzili bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, Kanechka To'qmachi bozorining, demak, ro'parasida joylashgan 6 qavatli g'ishtli ablisovichli, ya'ni qizil g'ishtli domli 4-qavatda joylashgan. Proyektlarni tushuntiramiz. Proyektlar bir tomonlama. To'g'rimizda mehmonxonasi, chap qo'limizda demak spalnisi, to'g'rimizda oshxona va keyingi xonamiz esa umumiy sanuzor. Birinchi xonasidan boshlaymiz. Chiroyli tartibda remont qilib qo'yilgan. Keyingi xonamiz spalna. Oshxona qismi. Ushbu kvartiramiz gaz, suv, svetlarda muammosi yo'q. Hujjatlar tayyor, sразу notarius bo'ladi. Umumiy maydoni 70 metr kvadrat. Umumiy sanuzor. Pastdan yuqorigacha to'liq kafel bo'lgan. Pastda nomer qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar, kelishtirib beramiz. Yana savdosi bor.